Hurmatli obunachilarimiz, 2022-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz keldi. Holati zo'r, diskka yaqinda gaz qo'yilgan ekan. Mashinani bir ko'rib yurgan hurmatli obunachilarimiz, bir qo'l mashina. Kraskalari top-toza, kalinkalarda bittagina petnochasi bor deyishdi. Chexol poylarni zo'rdan qo'yib qo'yishgan. 17 million so'm bilan nomiyaga o'tkazib, hamma hujjat xarajat ichida minib ketishinglar mumkin akalar. Chiroyli qilib obzorini ko'rsatib beramiz. Yuvako'r polichalar, chexol. Mashinamizni saloni juda chiroyli holatda turibdi. Shu registratorlari ham bor ekan. Gazlari bor. YouTube obunachilarimiz, shoshilamiz. Kimga yangi yilga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 17 million so'm bilan nomiyaga o'tkazib, hamma hujjat xarajati ichida bo'ladi. Chiroyli diskalar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Mashinamiz yaxshi holatda. Yuqorida nomerlarga aloqaga chiqasizlar hurmatli obunachilarimiz. Instagram, Telegram va YouTube ga qo'yamiz. Kimga shunaqa mashinalar ma'qul bo'lsa, siraz nomiyalarga hamma hujjat xarajat ichida o'tkazib beramiz.